Kasalman sizlarga obzor qilishga ulgurmadim to'g'risi. Obzorim ham chala bo'ldi. Endi hozir tushuntirib o'tib ketaman. Qanaqa ishlashini sizlarga вообще прекрасно ishlaydi. Xo'p. Mana trenajyorimiz. Mana bu tushib yotibdi. Mana shu tushib yotgan narsaga kiradi va mana bu o'rtadagi dumaloq qism bor. Mana shu dumaloq qism hisobiga bu opusheniyalaringiz sizda ko'tarilishni boshlaydi. Yuradi bu ichingizda. Ichida bu sizni ko'tarib beradi opusheniyalaringiz. Aynan tushib qolgan opusheniyalar mana shu orqali ko'tariladi. Sizga to'g'ri, voy men unaqaman-ku, voy men bunaqaman-ku deyishingiz mumkin. Ishoning, agar operatsiya bo'ladigan bo'lsangiz bor, cho'ntagingizga bor pulingizni olib chiqib berasiz. Undan ko'ra bu organlaringiz asrab qolishingiz kerak. Bu organlaringiz asrab qolish uchun bu eng zo'r usul. Qarang, tем более vashim shikarniy, juda ham chiroyli ishlangan. Bu trenajyorni shunchaki o'zini qingib qilib qo'yganingiz bilan nimadir o'zgarib qolmaydi. Yoki qanaqadir bir chudesniy narsa bo'lib qolmaydi. Albatta bu bilan qilinish kerak bo'lgan o'zini metodikalari bor. Bekorga bu korobkachaning ichida bizda ichidan ko'p narsalar chiqmaydi. Ya'ni buni osnovasi metodikada xuddi zanjirga o'xshagan narsa-da. Yoki deylik uyingizda biror jihozingiz bo'ladigan bo'lsa, uni biror narsasini olib tashamaysiz, to'g'rimi? Ustunlaringiz bor, u olib tashab bo'lmaydi. Usiz uy bo'lmaydi. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Buni metodikalari bor. O'zini обязательно metodikasi bilan o'rganilgandagina bu sizga natija beradi. Bu shuning uchun bu kurs ichida o'rgatiladi-da, spetsialni. Bu osmondan olib tuzib chiqilmagan. Bu spetsialni qilingan, что buni olganingizdan keyin buni qanaqa ishlatilishini o'rganishingiz kerak. Buni metodikasini o'rganishingiz kerak. Bu sizda qanaqa ishlaydi, shularni hammasini o'rganishingiz kerak. Biz buni kurs ichida beramiz va o'rgatamiz. Trenajyor kursimizni offlayn xudo xolisa 9-oktyabr plus minusi bilan ochiladi. Trenajyorlarimizning kelishiga qaraymiz. Buni qanaqa foydalanish kerak? Bundan qanaqa ishlatilinadi? Buni qanaqa sterilizatsiya qilasiz? Buni mashqlari hammasi o'rgatilinadi. 10 ta darsdan iborat. Offlayn darslarimizni xudo xolis narxlari bilan aytib o'tamiz. Albatta istoriyalarimni kuzatib borsanglar qo'yib boraman hammasini. Xudo xolisa kurs ichida bu sizga mutlaq o'z-o'zingizga beriladi. Bu alohida sotilmaydi. Sizga kurs ichida o'zingizga bir odamga bitta dona beriladi. Buni alohida sotib olib qo'shnimga, o'g'sinimga, opamga, singlimga, oyimga qila olmaysiz. Ular ham buni o'rganishligi, chunki hammanglarni unda qo'pol qilib aytganda jinsiy a'zoinglar o'zinglarniki va hammada har xil muammo bor. Shuning uchun kursga